Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan onlayn shartnoma qilish mavzusi haqida ozgina gaplashib o'tamiz. Iltimos, videoga like bosing, o'z fikringizni izohlarda qoldiring, chunki bu biz uchun juda ham muhim. Kanalga a'zo bo'lish ham esingizdan chiqmasin. Biz 2023-yil avgustda rasman Unibridge Consulting tashkil topgan. Xudoga shukr, shu paytgacha ancha talabalar bilan natija qilib qo'ydik. 200 dan ortiq talabalarimiz Koreyada yurishibdi. Nima uchun 2 yildan beri bunchalik oz natijalar? Chunki biz iloji boricha sifatga ishlaymiz, maksimalniy talaba umuman olmaymiz. Faqatgina cheklangan miqdorda talaba olamiz. O'tgan semestr limitimiz 100 edi. Keyingi kelayotgan semestr xudo xolasa 300 ta limit qo'yganmiz. 300 tadan ko'p talaba olmaymiz xudo xolasa. Chunki ko'paytiradigan bo'lsak talaba, sifat keskin tushib ketib qolishi mumkin. Xo'p, onlayn shartnoma qilish nima? Talabalar bor, onlayn shartnoma qilishga ozgina cho'chiydi. Nima uchun cho'chiydi? Ofisga kelmagan, Instagramda, Telegramda shuncha natijalar ko'rgani bilan bular haqiqiymi degan savollar tug'iladi. Lekin hech qanaqangi shubha qilmang, bular 100% haqiqiy. Hech qayerda soxtachilik yoki bir yolg'on gapirishlik yo'q. Talabalarga biz oldindan qancha xarajat ketadigan bo'lsa 100% aytamiz. Onlayn shartnoma qilishda biz qulaylik taraflarini aytadigan bo'lsak, birinchidan siz yo'lkira qilib Nukusda bo'ladigan bo'lsangiz yoki Toshkent, Andijon viloyati tashqari hududlarda bo'ladigan bo'lsangiz yo'lkira qilib kelmaysiz va vaqtingizni ham isrof qilmaysiz. Bemalol onlayn shartnoma qilishingiz mumkin. Bunda hech qanaqangi to'sqinlik yo'q. Bizni natijalarimizni ko'ring, boshqa konsaltinglar bilan solishtiring. Keyin bemalol ishonch hosil qilib qilishingiz mumkin. Bu 2 yildan oshiq kompaniya tuzganimizga bo'lgan bo'lsa, 2 yildan ortdi, 2 yildan o'tdi. Xo'p, shuncha yillik mehnatda bitta ikkita talaba 5-6 million bilan bularni yo'qqa chiqara olmaymiz. Chunki bu darajagacha olib kelish uchun xodimlar, undan ortiq xodimlar mehnat qilishyapti va bundan ham yuqori darajaga olib chiqish uchun sizlarning ishonchingizda biz 100% oqlashimiz kerak. Tariflar haqida video chiqarganmiz, bemalol ko'ring. Qaysi tarif sizga ma'qul bo'ladigan bo'lsa, shu tarif haqida tushunmagan savollaringizni albatta bizga bemalol berishingiz mumkin. Biz albatta nomerlar, telefon nomerlar va Telegram kontaktlarimizni qoldirib qo'yamiz, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Ko'proq bu videoda men ota-onalarga murojaat qilmoqchi edim o'zi aslida, lekin onlayn shartnomalarda qulaylik taraflarini bir tushuntirib o'tmoqchi edik. Xo'p, onlayn shartnoma nima? Siz shunchaki ofisga kelmasdan turib to'lov qilasiz, shartnomada ko'rsatilgan va pechatli shartnomani olasiz. Xuddi shunaqangi bo'ladi. Ya'ni ikki tomonlama shartnoma imzolangan va qonuniy kuchga ega bo'ladi. Bitta narsani aytib o'tay. O'zingiz uchun ham boshqa konsaltingda qilasizmi, bizni konsaltingda qilasizmi? Shartnomani to'liq o'qing. Talabalar bor, bizga telefon qilishadi. Aka, shartnoma tuzdim, to'lovlarni qildim, lekin qo'shimcha to'lovlar kelib chiqyapti. Shartnomada agar bu ko'rsatilmagan bo'lsa, siz bu to'lovni qilishga majbur emassiz. Diqqat bilan o'qing, tushunmagan joyingizni so'rang. Biz albatta tushuntirib beramiz. Yana savollar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga qoldiring. Xudo xolasa sizlarga javob beramiz. Salomat bo'linglar.